ko'zga ko'rinmagan oddiy, kerak bo'lsa bepulga yuzda chiqadi mana shu narsa. Yuzdan tekinga topasiz. Kerak bo'lsa tashab yuborasiz, yo'q yuborasiz. Alloh rozi bo'lgur, nima qilasiz buni qiynab? Sizni haqiqiy darmon dog'ringiz-ku bu. Makkani popugi-ku bu o'rtoqlar. Makka jo'xorini popugi hisoblanadi. O'rtoqlar tanani to'liq poklaydi. Peshob haydaydi, davleniyani tushiradi, sistitga shifo, prostata bezi ishganiga shifo, yallig'lanish ildizini muloyimlik bilan yo'q qiladi. Qonni zo'r suyultiradi, davleniyani tushiradi, qand miqdorini pasaytiradi. Yurishdan to'xtagan yoki qiyin og'riqli oy ko'rishlarda butkul yordamchi. O'rtoqlar juda ham zo'r narsa. Lekin tanasi suvsizroq, davleniyasi pastroq, homiladorli yosh bolalarga taqiqlanadi o'rtoqlar. Buni bemalol ichish mumkin. Bir osh qoshig'ini, popugini olamiz. Mana shu popugdan bir osh qoshig'ini olasiz, 400 gram suvga solasiz. 15 daqiqa dam berasiz. 3 ga bo'lasiz. 3 mahal och qoringa ovqatdan 30 daqiqa oldin iste'mol qilasiz. Bir oyda 10 kun. Bir oyda 10 kun 2 marta iste'mol qilasiz. 10 kunlik tanaffus bilan do'stlar. 1 yilda 4 kurs yetarli daraja hisoblanadi o'rtoqlar. Alloh taolo shifo bersin, tan jonlaringiz sog' bo'lsin.